Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun biznesga kirish fanini, innovatsiya va startaplar mavzusi haqida gaplashamiz. Ushbu mavzu quyidagi reja asosida shakllantirildi. Ushbu dars davomida biz sizlar bilan innovatsiyaning iqtisodiy ahamiyati haqida, uning turlari, tabiati va uning tizimli tushunchasi, innovatsion g'oyani ishlab chiqishdagi bosqichlar, tahlil qilish va startap modeli sifatida ifodalanish haqida gaplashamiz. Darsni boshlashdan oldin barchaga umumiy savol bor. Agar siz ilgari mavjud bo'lmagan yangi mahsulot yoki g'oyani yaratsangiz, bu innovatsiyami yoki ixtiro, ya'ni inventionmi? Inglizda innovatsiya bu innovation, ixtiro bo'lsa invention bo'ladi. Xo'p, birorta narsa yasalsa, yoki yangi g'oya yaratilsa, bu qaysi turkumga kiradi? O'ylab ko'ringlar. Xo'p. Ixtiro bu yangi narsani yaratish, innovatsiya esa o'sha yangilikni amaliyotga tatbiq etish orqali iqtisodiy foyda olish. Demak, farqi nima bo'lyapti? Ixtiro va innovatsiyami? Ixtiro bu yangi narsani, butunlay yangi narsani yaratish bo'lsa, invention bu bo'lsa o'sha yangilikni amaliyotga tatbiq etish orqali iqtisodiy foyda olishdir. Nimaga bu ikkitaga bo'linyapti? Hamma ixtirolar ham amaliyotga tatbiq etilmagan. Ya'ni har bir ixtiro innovatsiya sifatida kiritib bo'linmas ekan yoki kiritilmaydi. Bu nima degani? Ixtiroda potensial bor, u innovatsiyaga aylanishga. Lekin har bitta ixtiro ham innovatsiyaga aylana olmaydi. Ularda tatbiq etish orqali iqtisodiy foyda olinishsagina innovatsiyaga aylanib shakllanadi. Startaplar nima? Startap bu innovatsion g'oyaga asoslangan yangi mahsulot yoki xizmat yaratishga qaratilgan yuqori riskli, lekin tez o'sishga mo'ljallangan yosh biznes loyiha. Startaplarning asosiy belgilari: yangilik, innovatsion g'oya, ya'ni startap o'zi, ya'ni so'zdan kelib chiqib turibdiki, boshlang'ich degani. Ya'ni boshlang'ich qandaydir yangi g'oya boshlayapti. Ya'ni startap bozorda mavjud bo'lmagan yechimni taklif etadi. Noaniqlik muhiti: startapning muvaffaqiyati kafolatlanmagan, ammo potensiali yuqori bo'ladi. Risk va reward, risk and reward deydi. Risk, ya'ni o'sha xavf, reward bo'lsa nima? Yutsa bo'ladigan foyda. Foyda ham yuqori bo'ladi, lekin risk ham yuqori bo'ladi. Tez o'sish, ya'ni scalability. Texnologiya va model kengaytirilsa, qisqa vaqt ichida katta foyda olish imkoniyatini beradi. Cheklangan resurslar. Boshlanishda moliya, inson resurslari yoki tajriba kam bo'ladi. Bu nima? Startapni omillaridan biri ekan. Eksperiment va moslashuvchanlik. Startap sinov xato takomillashtirish jarayonida rivojlanadi. Sinov xato takomillashtirish, ya'ni trial and error deydi. Qilib ko'rinadi, xato bo'ladi, qilib ko'riladi, xato qilinadi. Ya'ni bir necha urinishlar orqali eng optimalga yaqinlashishga harakat qilinadi, eksperimentlar o'tkazish orqali. Xo'p, startaplarni moliyalashtirish manbalari qanday? Qanday qilib o'sha startaplarni yurgizish uchun mablag' topamiz? Buni turli xil yo'llar bor. Bittasi bootstrapping, ya'ni asoschilar o'z mablag'i hisobidan foydalanadi. O'zlari pul kiritadi. Bunga misol shaxsiy jamg'armalar. Business angels, ya'ni bunda nima bo'ladi? Tajribali tadbirkorlar startaplarga sarmoya kiritadi. Angel investorlar klubi bor. Deylik, Amerikani Sharks degan ko'rsatuvi bor, ya'ni investorlar o'tirib olib, startap g'oyalarini eshitib, ularga pul taklif qiladi. Xuddi shunga o'xshagan klublar bo'ladi. Venture capital, VC. Bunda nima bo'ladi? Bunda startaplarga investitsiya kirituvchi maxsus fondlar bor.
Sequoia Capital, Tiger Global va boshqa. Crowdfunding bu internet orqali jamoaviy sarmoya yig'ish. Kickstarter, GoFundMe va boshqalar. Bunda nima bo'ladi? Startaplar o'z g'oyalarini maxsus o'sha platformalar, misol uchun Kickstarter deyapmiz, GoFundMe deyapmiz, shunga o'xshash platformalarga o'zlarini g'oyalarini kiritadi va qancha summa kerakligini va kiritib yozadi va ana shu g'oya qo'llab-quvvatlansa, xuddi o'sha g'oya uchun qiziqish bildirganlar mahsulotni sotib olish maqsadida nima qiladi? Pul o'tkazadi va umumiy holatda pul yig'ilgandan so'ng o'sha startap g'oyadagi yig'ilgan pullar o'sha mahsulotni ishlab chiqarishga sarflanadi. Yana bitta moliyalashtirish manbalaridan biri inkubator yoki accelerator deydi. Bular startaplarni o'qitish, maslahat, texnik yordam bilan qo'llab-quvvatlaydi. Misol uchun O'zbekistonda IT parklar bor, to'g'rimi? Plug and play degan tizimlar bor. Shular ham bitta misol bo'la oladi. Innovatsiyaning mohiyati. Yozef Shumter AQSh iqtisodchi va sotsiologi bo'lgan. Uning fikriga ko'ra, innovatsiya bu yangi g'oya, mahsulot, xizmat yoki jarayonni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish deb o'z fikrini bildirgan. Yozef Shumter uni iqtisodiy o'sishning ichki dvigateli deb ta'rif bergan. Xo'p, innovatsiyaning turlari haqida gaplashamiz. Mahsulot innovatsiyasi. Bunda yangi mahsulot yoki xizmat yaratish mumkin. Bunda elektromobil, Tesla elektromobili misol keladi. Ikkinchisiga jarayon innovatsiyasi. Bunda ishlab chiqarish jarayonini yangilash, robotlashtirish, tikuv liniyalarini robotlashtirish misol uchun. Keyingi tur marketing innovatsiyasi. Bunda bozorga chiqish va reklama uslubini o'zgartirish. Misol aytsak, hozirgi kunlarda influencer marketing kuchayib kelyapti. Yana bitta misol tashkiliy innovatsiya. Bunda tashkiliy tuzilmani modernizatsiya qilish, gibrid, onlayn-offlayn ish tizimi shakllantiriladi. Ijtimoiy innovatsiyada esa jamiyat muammosiga yangi yechim taklif etish misol bo'la oladi. Unga qayta ishlanadigan chiqindilar loyihasi yoki eco-friendly energy deydi. Energiyani ekologik tozalarni ishlatish, shunaqangi innovatsiyalar. Xo'p. Inkremental va destruktiv innovatsiyalar bor. Bular nima? Inkremental ya'ni evolyutsion, destruktiv yoki disruptiv deymiz. Bu innovatsiya bo'lsa, hozirda o'zidan oldingi innovatsiyalarni, innovatsiya emas, mahsulotlarni nima qiladi? Yo'qqa chiqarish mumkin. Xo'p, inkremental innovatsiya nima bu? Bu mavjud texnologiyani bosqichma-bosqich takomillashtiradi. Misol uchun, smartfonning har yil yangilangan versiyasi. Xo'p, yana bunga misol kompyuterlar bo'lishi mumkin. Har yili yangi funksiyalar qo'shilgan holatda xaridorlar ehtiyojini yanada ehtiyojini qondirgan holatda yangi versiyalar chiqadi. Bular evolyutsion yoki inkremental innovatsiya deyilar ekan. Destruktiv yoki disruptiv deb nomlanuvchi innovatsiya turi bu nima? Bu eski texnologiyalarni yakson qilib, yangi yechim orqali butun sohani o'zgartirib yuboradigan innovatsiyalar. Misol uchun, YouTube va Netflix an'anaviy televideniyani yo'q qildi. Ya'ni hozirda kamdan-kam insonlar oldingiga nisbatan kino ko'rgani sinema deymiz. Ya'ni o'sha kinoteatrlarga boradi. Kinoteatrlarga hozirgi kunda faqatgina kamdan-kam holatda borilyapti. Sababi nima? YouTube, Netflix, Yandex Kinopoisk shunaqangi veb-sayt, platforma, dasturlar o'rnini egallab boryapti. Odatiy
Taksi tizimlari bo'lsa Uber, Janubiy Koreyada Kakao taksi, MDH davlatlarida ichida Yandex taksilar egallab qoldi. ChatGPT kabi sun'iy intellekt tizimlari bo'lsa axborot izlash va tahlil bozorini tubdan o'zgartirdi. Ya'ni oldinlari birorta ma'lumot kerak bo'lgan bo'lsa, yaqin o'tmishdayam nima qilardik? Google qaysidir qidirish nimalaridan brauzerlardan foydalanardik ma'lumot topish uchun. Hozirda nima qilyapti? Sun'iy intellektga savol berish orqali butun bir internetdagi bazadan unumli foydalanish imkoni yaratildi. Xo'p, amaliy mashg'ulot sifatida innovatsion startaplar modelini ishlab chiqish haqida amaliy mashg'ulot shakllantirilgan. Bunda guruhlarga bo'lingan holatda talabalar nima qiladi? O'zlariga mavzu tanlaydi. Misol uchun, ta'limdagi raqamli muammolar, energiya isrofi, ekologiya, transport yoki sog'liqni saqlashdagi noqulayliklar yoki o'zlari qiziqtirgan birorta mavzu, ya'ni hayotga doir real hayotdagi bir muammoni topishlari kerak bo'ladi va qanday shu savollarga javob topishlari kerak. Qaysi muammoni yechadi? O'sha startap fikr sifatida olib kelayotgan ideyasi qaysi muammoga yechim beradi? Innovatsiya turi nima? Bu innovatsiya inkrementalmi yoki destruktivmi? Kutilayotgan iqtisodiy foyda qanday? Texnologik yangilik darajasi nima? Xuddi shu savollarga javob oladigan startap ideya o'ylab ko'ringlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha